Dua qilaylik, baxtlar ketmasin. Dua qilaylik, omad ketmasin. Bizga juda ham taniqli bloger, aynan ayollarga go'zallikni ulashadigan mutaxassis keldilar. Ular ham o'zlarining salomatliklarini check up qilish uchun. Onalik etapiga yaxshi niyat bilan tayyorgarlik uchun ham, mana sog'lig'imni tekshirish uchun ham nimalar qilsam menga yengil bo'ladi, tezroq onalik vaqti keladi, nima xatolarni qilmaydi, o'sha yo'llarga keldim. Sog'lommanmi? Bo'lajak onalik,ni rejalashtiryapman. Bolajonim sog'lom dunyoga kelishi uchun men nimalar qilishim kerak? Sog'lig'imni qaysi yana pog'onalarni tekshirib olishim kerak? Meni meni kuzatayotgan auditoriyam juda yaxshi bilasizlar. Men o'zimga doim eng yaxshisini ravo ko'rganman va samaraligidan hech qachon to'xtamayman. Meni kuzatayotgan qizlar, ya'ni ayollar orasida juda ham ko'p befarzandlikka, farzand dog'idan qiynalayotgan. Maslaga aytmoqchiman, не только женщинаlar, qizlar ham salomatligingiz uchun, qiz bolalar ham, ayol kishilar ham salomatligingiz uchun bemalol boshqa doktorlar ham bor. Men albatta menga juda ham ma'qul qalbaslik istoriylarga qo'yaman, albatta qanaqa apparatlar. Eng zamonaviysi bizda qo'yilgan, to'g'ri uni o'qitasiz, ixlo apparati. Men uni ko'rdim. Soatda javobi chiqadi, lekin shunaqa avtomatizatsiya zo'rki, biz uni solishtirib ham qo'ydik. Bir oy oldin boshqa markazga berdik va shifokorlarimiz solishtirib aytyaptiki, belgisi klinika bilan analizi javobi mana bu apparatga to'g'ri kelyapti. Ixlo. O'shandan keyin uni sotib oldik. Oqiza ayami, shunaqa ulg'alaringiz bilan sevgingiz bilan qolganingiz uchun rahmat. Serdichka qilamiz Aisha xon bilan. Mana yana bitta yaxshi ko'rgan Aisha hayotda bor ekan.